Assalomu alaykum, Ko'solar savdo majmuasining ashaddiy muxlislari. Mana xudo xolasa bugun biz yangiliklar kelganda ashlar narx-navolarni bir qator hamma aytib, xudo xolasa tanishtirib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bu nima to'lib ketdi aka? Vagon keladi va yo'llar bor edi, yangiliklar, ashlarda. Asosan bu bizda hadoga ketadigan razmerlar bo'ladi-yu. Shu razmerlar, endi xudo xolasa narxlarni chiqarib bir qator ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Hozirmi bir ikki xil poytaxtamiz bor, shuni ko'rsataylik. Iloji bo'lsa, qolganidan keyin strapli o'tib ketaveramiz. Bo'ldi. Mana biz 211likdan, 1.8 ga 11likdan chiqqani. 1.8 dokumenti kelgani, endi 11 bo'ladi. Biz misol ko'rsatishlar razmeri hozir shpundan keyin 1.9 qolgan. Bular kubatura narxlari $400 berdi. So'm miqdori 42 ming so'mdan qilib beryapmiz. 42 ming. Prostoy taxtalar bular toza emas, nimaki o'zi narxlar oshgan hisobiga, hali baribir qimmat bo'lyapti. Endi rubldan hatto tushib ketgan hisobiga hozir kirish qimmatroq kelyapti. Bu razmeri 1.8 ga 11 beramiz. Uzun 4 metr 100 foiz sasna materialimiz. So'm miqdori 42 ming so'mdan chiqadi. Keyin mana bu joyda hop 1.8 ga 13.8 beramiz. Chista to'liq qolgan razmeri 1.9 ga hop 12.8 bo'ladi. Shundan keyin qolayotgani. Bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlari 53 ming so'mdan chiqadi. Mana 100% sasna. Endi mana bu joyda strapli mahsulotlarimiz bor. Hop. Strapli mahsulotlarimiz, shilipkalarimiz bor. Mana yerda shilipkani bir qator aytib o'tib ketaylik. Bu 2 ga 14 beramiz. Uzuni 6 metrlik. Huvayno paroda bu yel bilan sasna bor. Kubatura narxlari $330, so'm miqdori 75 ming so'mga chiqadi 14 ligi. Keyin mana bunisi bor. 2 ga 11 lik beramiz. Buni ham kubatura narxlari $330, so'm miqdori 56 ming so'mga chiqadi. Endi $330 dan qilib beramiz Mahmudjon. Xo'p, 32 ga 11, 32 ga 14 beramiz. Bu razmerlardan ko'proq hozir mashlar razmerlardan bor. Bu orqa bo'ydan ham shunaqa 2 bo'y tushirganmiz. Xo'p, 11 lik hozirgi kunda chiqayotgan narxi xo'p 93 ming so'm chiqyapti. Bu 11 lik birinchisi aka. Bu birinchisi 11. Mana undan ostidan bo'laveradi, yaqinroq pastroq turgani. 11 ga 3.5 bo'ladi, 32 ga 11 biz beramiz. Xo'p, so'm miqdori kubasi $330, so'm miqdori 93 ming so'mga chiqadi. Keyin mana bu yerda xo'p 32 ga 14 likimiz bor. Bularcha qimmatroq chiqayotgani sababi $340 chiqyapti. Hozir endi rasxodlar oshgan hisobiga $340, so'm miqdori 120 ming so'm aytilyapti. 119 ming, 118 ming so'mgacha qilib beryapmiz Mahmudjon. Ishni bitirib beriladi. 118 ming so'm, misol internetdan ko'rayotganlar bo'lsa 118 ming so'm hisob qilishaversin. Uni bag'ida misol 119 ming, 120 minggacha chiqyapti. Keyin 4 metrliklarimiz bor. Mana 4 metrlikdan bir qator ko'rsatib beraylik. Bu bir xil, hammasi standart. 32 ga 14, 32 ga 14, 32 ga 14, 32 ga 14, 32 ga 11 likimiz bor. Bu bo'yda orqa ham xuddi shunaqa. Bunda deyarli aka ob'yom cheklanmagan miqdorda bor bundan. Xullas, aka bitta narsa. Bizda kelishsa taxtdan sifati yo'qdi. Mashq turishsa aka orqali yuklab olib ketishaveradimi? Qilib beraveramiz. Mahmudjon buning ichida biz qurt yeganini endi bitta ikkita chiqib qolyapti, hali yo'q demaylik, mana keling, holatni ham ko'rsatib beramiz. Biz bular sotib o'ryapmiz, hali arzonroq apalakka so'rashyapti, shunaqa qilib beryapmiz-da. Mana shunaqa holatda keyin sinig'i, chirigi, kaltasi chiqib qolsa, 6 metrdan kaltasi, misol 5,5 metr, 5 metrlik chiqib qolsa, ularni olib qolamiz. Qo'yani dolasi bir boshdan qilib beramiz. Xullas, sifatlisini olib ketishadi. Sifatlisini qilib beramiz. Endi pulga olayotgandan keyin ham misol endi bizda ham pulga olinadi, boshqalar misol pulga olishadi, bu narsani bepul kelmaydi-yu. Endi Rossiyada chiqayotganda iloji yo'qda, bitta kesgandan keyin shuni iloji yo'q tiqib yuboraveradi hammasini. Biz batda o'zimiz sartroq qilib chiqaryapti, sartroq qilib muyumga yaraqsizini olib qolaveramiz. Bo'laveradi aka. Nima yerda hop. Bag'i ham 6 metrlik, 11 lik Mahmudjon. Keyin yerda 31 ga 14 ligimiz bor. Biz beradigan razmer 31 ga 17, 31 ga 19, 31 ga 14 mana. 31 ga 14 beramiz. Real ko'rsatayotgan razmeri 3 ga 14 bo'ladi. Uzun 4 metrli bu sasna materialimiz. Buni ham kubatura narxlari $330, so'm miqdori 75 ming so'mga chiqadi oxirgi narxi. Bizni ko'rayotganlar, misol bizdan yuk olayotganlar o'zi yaxshi bilishadi. Biz iloji boricha oxirgi narxda aytib sotamiz. Internetga ham nima, bizda ham prosmotr ko'proq kerak bo'ladi. Mahmudjon qimmat narxda aytsangiz, bitada o'zi ahli etgan odam biladi, narxni qochadi. Iloji boricha biz oxirgi narxni aytib sotamiz. Xudo xolasa, endi kimdan kimga zarurat bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa, aloqaga bemalol chiqishlari mumkin. Tushunmagan joylarni ham telefon iloji boricha tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bular hozirgi kunda chiqayotgan narxlar 75 ming so'm. Endi 32 ga 14 beradiganimiz bor. Bu Huvayno paroda. Bu yel bilan sasna. 32 ga 14, 32 ga 11 beramiz. Bular kubatura narxlari $330. $330 chiqayotganda hozir endi $335 ga aylanib qoldi. Shunda qator aytib ketaylik. Bular 78 ming so'mga 63 ming so'm beryapmiz hozirgi kunda. Xudo xolasa, bugungi kelayotgan yangiliklarimiz shular. Endi yangilik kelgan o'zi bular u 2 ga 14, 32 ga 11 beramiz. Bular kubatura narxlari $330, so'm miqdori 75 ming so'mga chiqadi oxirgi narxi. Biz 2 ga 14, 32 ga 11 beramiz. Bular 78 ming so'mga 63 ming so'm beryapmiz hozirgi kunda. Xudo xolasa, bugungi kelayotgan yangiliklarimiz shular. Endi yangilik kelgan o'zi bular u
Bu razmerlar asosan eng hadovoy razmerlarda bular tay tugamaydi. Misol pasaygan sari ham ustiga kelib tushaveradi-da. Ha, tushunarli. Shuning uchun haligi misol yangiligini ham aytmaylik. 3 metrligi bor Mahmudjon, 3 metrligini aytib o'tib ketaylik. Ko'rgan bo'lsangiz 3 metrlik, ha? 3 metrlik. Mana mana shu yerdan уже tugagandi. Aha. Mana tepasiga yana kelib qo'shilib tushyapti. 32 ga 14 beramiz. Bular so'm miqdori 300 kubatura narxlari 335 dollar chiqyapti. So'm miqdori 57 ming so'mga 47 ming so'm 11ligi. 57 ming so'mga 47 ming. 47 ming so'm. Endi Mahmudjon xudo xolasa 2 xil rekamiz bor. Shu rekamizni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Shipir rekamiz. Aha. Xo'p, razmeri 5,5 ga 3,5 bo'ladi. Uzuni 6 metrlik. Xo'p, u ham sasna demaymiz. Sasna bilan Xvoyniy paroda. Sasna bilan yeldan chiqqani bor. Aralash. Aralash. Asosan rekada bu rol o'ynamaydi. Nimaki buni rekada o'zi misol bozorda ham, misol sklatlarda ham где-то bir 95% yeldan chiqayotgani bor-da. Aha. Mana razmeri 5,5 ga 3,5 bo'ladi. Buni hozirgi kunda chiqayotgan so'm miqdori 8 ming so'm chiqyapti. Endi mana Mahmudjon mana bu yerda xo'p 4,5 ga 3,5. Hozirgi kunda chiqayotgan narxi 6800 so'm qilib beramiz. Patchasi ham mana 36 metrlik. Bu degani misol to'ralar tomoni mana ochiq. Bemalol tekshirib olishaveradi. Davlatchiz ichida bonus bo'lmaydi. O'sha narsasi yo'q. Bemalol kelishaveradi. Bunda ham shunaqa 36 metrlik, bu ham 36 metrlik. 6800 so'mga 8000 so'm qilib beryapmiz. 6800. Endi Mahmudjon akasamiz bir qator yangi biz kirib obuna bo'layotganlarga bir qator aytib o'tib ketaveraylik. Yangi obunachilarimizga o'zi eskilar biladi. Biz Akvapark yo'nalishi, Akvaparkdan o'qish yo'nalishiga qarab 500 metr yurishgandan keyin chap qo'lda bizga Ko'ksaroy savdo majmuamiz chiqadi. Endi bu tomoningizdan o'qish yo'nalishi. O'qish yo'nalishi To'r ko'chasidan Akvapark yo'nalishiga qarab 700 metr yursa, o'ng qo'lda bizga Ko'ksaroy savdo majmuamiz keladi. Mana ya'ni tomon yopiq bo'ladi. Xudo xolasa mana shu yerga kelsa, o'zimiz bo'lsa, xudo xolasa ishlarni bitkazib berishga harakat qilamiz. Xizmatlarda bo'lamiz, xudo xolasa. Kimga zarurat bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bu xudo xolasa akamiz nomerlari bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qolgan yana telefonda yozib olish, tushuntirib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa aka, vaqtingizni oldik. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.